Kuzatuvchilar, Greenleaf hamkorlari va qiziquvchilari, mana sizlarga Greenleaf'da o'sha har doimgidek mahsulotlarni, ya'ni nimaga foydali ekanligini ko'rsatmoqchiman. Bizni kuzatib borishni tavsiya qilaman. Mana Greenleaf'da kremi kelgan, juda ham zo'r krem. Bu yuzga, qo'ldagi, yuzdagi dog'larga juda ham zo'r krem hisoblanadi. Bu nemitskiy brend. Hech qanaqa ximika aralashmagan, tabiiy eko mahsulotdan tayyorlangan, 100% ishonchli halol sertifikatga ega. Bu ayniqsa ayol kishilarga juda ham kerakli bo'ladi. Yuzdagi dog'larni, qo'ldagi qo'tirlar deydi-ku, jaydarchasiga. Shunday dog'larni yo'qotadi. Keyin olay kapsulasi bor. Olay ham yuzga, qo'lga, qo'ldagi, yuzdagi dog'larni yo'qotadi. Haqiqiy original eko mahsulot, hech qanaqa ximikaga ega emas. Bu Fransiyada ishlab chiqariladi. O'sha Greenleaf'da hamkori hisoblanadi. Ya'ni Garit shampunlari chista eko mahsulotdan tayyorlangan, hech qanaqa ximikatga ega emas. Bu nemitskiy brend bo'lib, juda ham soch to'kilishiga, soch kasallanishiga, ayniqsa ayollarda ko'pincha qayzg'oq deydi, qayzg'oq paydo bo'lib qoladi, shuni yo'qotadi. Sochni namlantiradi, yog'lardan, har xil kasalliklardan saqlaydi, soch to'kilishidan. Juda ham zo'r shampun bu. O'zim ham shundan ishlatib kelaman. Ishlatib ko'rib tavsiya qilaman. Hech qanaqa ximikat aralashmagan, 100% halol sertifikatga ega eko mahsulot. Keyin yana bittasi bambuk salfetkamiz bor. Kim bilsa agar bambuk salfetka deydi, Greenleaf'da juda ham zo'r yumshoqqina mana ishlab ko'rsalaringiz. Yumshoqqina. Bu salfetka chista davolovchi salfetka, oddiy salfetka emas. Buni shamollaganda, bel og'riganda, oyoq og'riganda namlantirib, ustini o'sha qir og'zi o'sha joyga qo'ysangiz, shamollashni, og'riq qoldirishini oladi oldindan. Oddiy salfetkalardan ancha farqi bor. Isitmani tushiradi, ko'krak qafasidagi og'riqlarni oldini oladi. Juda ham zo'r. Ya'ni bizda shampunlarimiz, gillarimiz bor, qo'l yuvish kapsulalari, mana gillarimiz bor. O'zimizning gillarni mashina qo'zg'agandan keyin tagida ko'rasiz. Rosa bo'lgan narsalar bor, tagiga tushadi. Buni tagida hech narsasi yo'q buni. Oppoq, tiniq ko'rinishda. Chunki eko mahsulotdan tayyorlangan, hech qanday ximikatga aralashmagan emas. Keyin zumli pastalarimiz bor. Mana bu Greenleaf'da eko va haqiqiy toza mahsulotdan tayyorlangan zumli pasta, ayniqsa yosh bolalarga juda ham zo'r. Yosh bolalar tishini yuvgan paytda ham tishdagi milkda har xil hidlarni oldini oladi. Yosh bolalarda hozirgi kunda gijja ko'payib ketganligi sababli tishni yuvgan paytda ham gijja, ham qurti tushiradigan juda ham zo'r. 100% halol sertifikatga ega tabiiy eko mahsulotdan tayyorlangan tish pastasi. Buni kattalarga ham bor, yoshlarga ham bor. Bu o'zimizniki, 100% ximikatdan tayyorlangan tish pastasi. Bu naborot tishdagi milklarni raso qilib, ichga yutilganda qaysidir organizmda zarar yetkazadi. Hozirgi kunda bilasizlar, O'zbekistonda kasallik ko'payib ketgan. O'sha kasallikni oldini olish maqsadida bu Greenleaf eko mahsulot ishlab chiqara boshlagan. Ya'ni 2021-yil O'zbekistonga kirib keldi Greenleaf. Hozirgi kunda o'zimizda onkologiya, ichki kasallik, sahr, o'sha tuberkuloz kasalliklari, yod yetishmovchiligi ko'payib ketganligi sababli O'zbekistonda o'sha bizda Greenleaf'da eko mahsulotdan tayyorlangan, tabiiy, hech qanaqa ximikat aralashmagan, 100% tabiiy mahsulotlar o'sha Greenleaf tarafidan taqdim etilmoqda. Ya'ni o'zbekistonliklar bilsin, ishlatsin, kasallikni chalinib qolmasin degan maqsadda. Bu Greenleaf hech qanaqa piramida yoki nima yolg'onchimiz. Bu Xitoyda 72 gektar o'zini bog'i bor. O'sha bog'dan olingan tabiiy eko mahsulot qilib o'zi ishlab chiqarib boshlaydi. O'zi aslida Greenleaf 1998-yildan beri ish faoliyatini boshlagan. Bizga, ya'ni O'zbekistonga 2021-yil kirib kelgan. Shuning uchun barchangizda Greenleaf'ga ishlab, mahsulotlaridan foydalanib,
ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Bu Greenleaf'ni mahsulotini ishlatishdan boshqa Greenleaf'da ishlasa ham bo'ladi. Greenleaf'ga qanday ishlaydi, ish faoliyati qanaqa, necha pul daromadga chiqsa bo'ladi deb qiziquvchilarga videoni oxirida telefon raqam qo'yib qo'yaman. Telefon raqamga telefon qilsalaringiz yoki bo'lmasa direktga yozsalaringiz, bafurcha gaplashib, ofisga kelsalaringiz, hammasini tushuntirib, tartibini tushuntirib beramiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Like va podpiska bosib qo'ying. Bundan-da zo'r, yaxshi ma'lumotlarni sizga yetkazib berishib charchamanglar hammalaringiz.